Uilyam Shekspir jahondagi eng buyuk dramaturglardan biri bo'lib, adabiyot tarixida o'chmas iz qoldirgan ijodkor hisoblanadi. U o'zining komediyalari, dramalari va tragediyalari bilan insoniyat ruhiyatini, hayotning murakkabliklarini chuqur ifoda etgan ijodkordir. Shekspirning Qirol Lir tragediyasi 1605-yilda yozilgan bo'lib, dunyo dramaturgiyasining eng ko'zga ko'ringan asarlaridan biridir. Ushbu tragediya insoniyatni o'ylantiradigan mavzularni ko'tarib chiqadi va har bir avlod uchun ahamiyatini yo'qotmaydi. Qirol Lir bu inson ruhiyati va qadriyatlari haqidagi chuqur falsafiy asar hisoblanadi. U insonni hayot saboqlarini o'rganishga, adolatni qadrlashga va o'z yaqinlariga bo'lgan munosabatni qayta ko'rib chiqishga undaydi. Shekspirning bu asari bugungi kunda ham dolzarb bo'lib, insoniyat uchun muhim saboqlarni o'zida mujassam etgan. Qirol Lir tragediyasi nafaqat dramatik asar, balki inson ruhining chuqur tahlilidir. Shekspir bu tragediya orqali insoniyat oldida turgan abadiy masalalarni ochib beradi. Ushbu asar har bir avlod uchun muhim saboqlarni o'zida mujassam etib, adolat, sadoqat va o'zaro hurmatning qadr-qimmatini eslatadi. Bu tragediya bizni hayotning murakkab tomonlari haqida o'ylashga undaydi va insoniyat uchun ulkan badiiy meros bo'lib qoladi. Buyuk ingliz dramaturgi Uilyam Shekspir qalamiga mansub Qirol Lir dramasida keksayib, kuchdan qolgan mag'rur qirolning mamlakatni ikki berahm qizining puch gaplariga ishonib ularga bo'lib bergach, yovuz va ochko'z qizlari uni haydab, sarson-sargardon yurishga majbur etishi, oqibat esa mol-mulksiz haydagan kenja qizi yonidan panoh topishi, shuningdek toju taxtni yana qaytarish mobaynida Qirol Lirning hamda uchala qizlarining ayanchli o'limi voqealari aks ettirilgan.